Siz bilan gaplashishimiz kerakligini bilganda xabar topganlar, voy nima qilardingiz? Rosa ambitsiyasi baland, o'zini juda ham yulduzman deb o'ylaydi u qiz. Yo'q, unaqa emas. Gollivudda chiqdim deb o'ylaydi u qiz. Juda biz ham Uzlivud bo'lib qoldik, xudo xolasa dedim. O'zbekistonnikida balki ajab emas dedim. Ya'ni demoqchimanki, haqiqatan shunaqamisiz? Hozir ko'rsam yo'q, normal gaplashyapsiz-ku, yulduzman, balki meni oldimda shunaqadirsiz. Yo'q, men o'zi yulduzlik kasallik narsani вообще yomon ko'raman. Menga yoqmaydi bunaqa narsa. Bu so'z anaqasi ham yulduzlik kasallik. Yulduzlar shunaqa chiroyli osmonda bechoralar hech kimga tegmasdan yuribdi, yulduzlar shunaqa haqoratlashadi. Kasalga chiqarib qo'yishadi. Bursada kasal chiqarib qo'yishadi. Yo'q, nimaga unaqa narsa yo'q menda. Unaqa maqsadim bo'lmagan, hech qachon maqsadim mashhur bo'lish bo'lmagan. Shunchaki san'atni yaxshi ko'raman, o'zim kasbimni yaxshi ko'raman. Nima deb o'ylaysiz? Bu sizni yaxshiligingizga xizmat qiladimi? Ertaroq tanilish yoki tez tomoshabinni joniga ham tekkizib qo'yadimi? Nima deb? Endi men aniq javob bera olmayman, to'g'risini aytsam, chunki kelajakda nima meni kutyapti bilmayman. Har kuni o'zi syurprizlar chiqib kelaveradi. Har kuni men hayratlanaman hayotda. Lekin men o'ylayman, agar men buni ko'tara olmaganimda va menga agar bu narsa kerak bo'lmaganida, menimcha Xudo bermasdi. Meni bunaqa narsalarga duch keltirmasdi, eshiklarni ochib bermasdi deb o'ylayman.